Masalan, shaxsiy rivojlanish haqida yozgan kitoblar nima kitoblar ular? Qanaqa kitoblar? Qayerdan keldi? Nimaga asoslanib yozilgan? Buni chuqur savollar bilan uni bir muhokama qilib o'tirmaymiz. U yerda bizga yoqadigan bir yo'llar, formulalar bilan, jazb qilish usullari bilan shunaqa ritorika, til qo'llaniladi, xitob usuli boshqa. Biz darhol deymiz. Mana endi topdim deymiz. Ammo shundaymi? Varaqlasangiz muallif o'zini tajribalariga yoki natijaga erishgan odamlarni tajribalari bilan bo'lishadi. Bugun ham treninglar, ular bularni hammasi aksariyati shu biriga tegishli bo'lgan tajriba. Ammo bitta tajriba hamma uchun bir xil samara beradimi? Hayot oldimizga shunday murakkab bir vaziyatlarni qo'yadiki, uni tayyor retseptlar bilan hal qilib bo'lmaydi, iloji yo'q yani. Oddiy maslahatlar bilan katta natijalarga erishib bo'lmaydi. Men ishonmayman bunga, chunki hayotimda hech ko'rmadim oddiy bir maslahat bilan bir natijaga erishish mumkinligini. Shunday deb inson o'zini aldashi mumkindir balki, ammo men bunday deb aldanishni istamagan bo'lardim. Bu bir yondashuv o'laroq, mingda bir odamda ishga yarashi mumkin. Masalan, bir shifokor bitta dorini hamma kasalga bermaydi, ammo mingtadan bittasiga balki ishga yarab qolar. Lekin bitta dorini har qanday kasalga bersangiz, uni 99% samara bermaydi. Ilhomlantiruvchi kontent o'laroq, hozir juda ko'payib ketdi ilhom beradigan kontentlar. Qisqa muddatli bir ta'sir kuchiga ega. Ammo shaxsni rivojlantirish bu hayotni o'zi kabi bu chuqur bir masala, murakkab bir masala. Tezkor yechimlar bilan qayergacha bormoqchisiz? Qayergacha borish mumkin yani? Ilmiy asosga egami o usullar siz ishlatayotgan hammamiz? Realmi? Yoki bilmadim, muvaffaqiyat hikoyalari sizni chalg'itib qo'yishi mumkin emasmi? Masalan, siz o'qiyotganingiz u yerdagi hikoya sizni chalg'itishi mumkin emasmi hayotda? Chunki shart-sharoit boshqacha-yu hammada, har xil-ku.